4 ta kanizak ko'tarib yurgan malikaning libosi qanday bo'lgani sizga qiziqmi? Ka'batullohning eshigi va Ka'batullohning eshigini ustiga yopilgan yopinchiq. Men G'iyosiddin Bahodir o'g'li Mir Alisher Navoiy. Mirzo Ulug'bekni hozirgi kundagi olimlar 0.17 sekundga adashgan deb aytishadi. Biz hozir Toshkentning qoq markazida, Hazrat Imom majmuasining hududida barpo etilgan O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazidamiz. Gektarlik hudud, 161 metr uzunlik, 118 metr kenglik, 65 metr balandlikka ko'tarilgan gumbaz. Bu shunchaki me'moriy inshoot emas, bu 42 ming kvadrat metrga joylashgan tarix, ilm va ma'rifat makoni. Keling endi markazda jamlangan ilmiy hamda madaniy meroslarni o'z ko'zimiz bilan kirib ko'ramiz. Bu yerda islom sivilizatsiyasining ilmiy merosi va Markaziy Osiyo allomalari faoliyati zamonaviy ekspozitsiyalar orqali namoyish etiladi. Markaz binosi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining me'moriy g'oyasi asosida loyihalashtirilgan. Bino 9 yilga yaqin vaqt mobaynida to'liq qurib bitkazildi. Hozir biz markazning shon-sharaf zalidamiz. Xo'sh, bu zal qanday tarixga ega? Keling, ushbu ma'lumotlarni markazning bosh ilmiy xodimidan so'raymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Biz O'zbekistonda Islom sivilizatsiyasi markazining asosiy kirish foyidamiz. Bu foyining nomi shon-sharaf qasri deb atashimiz mumkin yoki yo'lagi deb atashimiz mumkin. U juda ham o'zi alohida bir muzeydek. Uni masohati, umumiy maydoni salkam 1000 kvadrat metr. Uni interyeri 14 ta ravoqqa bo'lingan. Bu yer ilm fanni ikkita yo'nalishi. Agar musulmon ilm fani kesimida gapiradigan bo'lsak, ham islom ilmlari, ya'ni diniy ilmlar, ham bizning tushunchamizdagi aniq va tabiiy fanlar gurkirab rivojlangan makonga aylandi. Tarixiy shaxslar, jumladan mana Amir Temur deymizmi, Zahiriddin Muhammad Bobur deymiz va boshqa tarixiy shaxslar bu yerda o'z aksini topdi. Kompozitsiyalarning g'oyalarini puxtalashtirish jarayonida yurtimizning 1000 dan ortiq chet ellik, 600 dan ko'proq ham musulmon dunyosi, ham g'arb dunyosi olimlari ishtirok etgan va bu uchun 3 yildan ko'proq vaqt sarflangan. Shon-sharaf zalida tasvirlangan har bir kompozitsiya yonida shunday planshetlar joylashtirilgan. Bu orqali biz nafaqat o'zbek tilida, balki boshqa xorijiy tillarda ham allomalar bilan muloqot qilishimiz mumkin. Demak, suhbatni boshlaymiz. Men G'iyosiddin Bahodir o'g'li Mir Alisher Navoiyman. Turkiy tilda nazm yalovini ko'tarib, butun elni shu bayroq ostida birlashtirdim. Ona tilimiz o'z go'zalligi va boyligi bilan dunyodagi hech bir tildan kam emasligini isbot etdi. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi muzeyi islomdan avvalgi davr, birinchi Renessans davri, ikkinchi Renessans davri, yangi O'zbekiston, yangi Renessans poydevori bo'limlaridan iborat. Hozir esa biz islomdan avvalgi davr ekspozitsiyasida turibmiz. Islomdan oldingi meros galereyasi tashrifchilarni minglab yillar orqaga yetaklaydi. Unda arxeologik ashyolar, petrogliflar, bronza davri buyumlari va qadimiy yozuv namunalari namoyish etiladi. Hozir biz turgan qism sivilizatsiya kashfiyotlari devorining islomdan avvalgi davr qismi. Eng qadimgi davrdan 20-asrgacha bo'lgan tarixiy jarayon bu ekspozitsiyada o'rin olgan va 3 ta qismda namoyish etib berilgan. O'sha ekspozitsiya bo'yicha ma'lumotlar ham 5 ta tilda ifodalandi. O'zbek, rus, ingliz, arab, xitoy tillarida ifodalangan. Har bir o'sha eksponatlarda oldidagi touch panellarda ham demak eksponat haqida to'liq ma'lumot bo'ladi. To'liq ma'lumotdan tashqari u yerda yana 3 ta tilda o'sha tavsifni, eksponat haqidagi tavsifni demak tomoshabin o'qishi mumkin bo'ladi. Bu ham misol uchun albatta Markaziy Osiyoda shu mintaqada deylik kerak bo'lsa undan katta hududda ham bunaqa muzeylarda etiketajlarni bunaqangi zamonaviy uslubda qilish an'anasi hali joriy etilmagan. Mana o'sha
islomdan avvalgi davr qismidagi kashfiyotlarga ham e'tibor qaratilgan. Birinchi o'sha kulolchilik idishlarni yasalishi, demak haligi metallurgiyani vujudga kelishi bilan bog'liq bo'lgan kontentlar, chig'irning kashf etilishi bilan bog'liq bo'lgan kontentlar, petrogliflar, birinchi o'sha haligi qoya toshlarga chizilgan suratlar, keyin piktografik yozuvlar, birinchi o'sha yurtimiz hududida yozuv madaniyatining shakllanishi bilan bog'liq. Mana ma'lumotlarda ham o'sha qadimgi yozuvlar, mana bizni o'sha hududimizda yozuvlar mana bunday qilib sensor bilan o'tkazib ko'rishi mumkin. Deylik shu yozuvga qiziqib qolsa, mana burchakni bosadi, mana ma'lumoti chiqadi. Yana o'sha 5 ta tilda. Xuddi shunday. Mana 5 ta tilda bemalol xolis. Interaktivlik ham mujassamaga. Albatta, interaktiv o'sha mana bunaqa proyeksiyalar orqali, misol Avestoni yozuvlari, uni mazmuni bu yerda aks etgan. Bu ham o'ylaymanki tomoshabinlar uchun juda ham qiziq bo'ladi. Tomoshabin o'zi umuman olganda kelganda albatta bitta bo'lim uchun bir kunni sarflasa juda ham ajoyib bo'ladi. Chunki to'liq ma'lumot egallash uchun Misol mana shu 52 metr uzunlikdagi ekspozitsiya, vaqt devori, sivilizatsiya kashfiyotlar devori, ya'ni vaqt devori ham deb aytiladi. Mana shu yerga aytganingizdek bir kun vaqt ketadi. to'liq o'rganish Ha, albatta. Juda to'liq o'rganmaydi shunda ham. Bir ko'rib chiqa oladi. Hamma narsasini o'qib, mana shu tarixiy joylarni hammasini ma'lumotlarini o'qib, testlarni ishlab, agar o'sha yuradigan bo'lsa, aytganingizdek bir kun vaqtini ketkazishi mumkin bo'ladi. Ayritomdan topilgan musiqachilar degan bir noyob san'at asari saqlanib qolgan bizgacha. Buni tomoshabin ko'rib, ushlab ko'rishi ham mumkin bo'ladi. ko'p joyda ushlash mumkin emas deyishadi bu yerda. Yo'q, o'sha kreativlikka e'tibor qaratilgani uchun ham xuddi shunday, o'sha yoshlarda bo'ladi. Ushlab ko'ray, bu qanday narsa. Shuning uchun ham mana bemalol ushlab ko'rishi mumkin bo'ladi. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazida tarixiy buyumlarni nafaqat o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz, interaktiv vositalar orqali ularni his qilishingiz, balki tarixiy kiyimlarni kiyib ko'rishingiz ham mumkin ekan. Birinchi Renessans zali 8-13 asrlarni qamrab olib, Islom oltin asrida yuz bergan ilmiy inqilobni yoritadi. Bu yerda Hikmat uyining interaktiv rekonstruksiyalari, algebra va astronomiyaga oid kashfiyotlarning golografik namoyishlari hamda Ibn Sino, Al-Xorazmiy kabi buyuk allomalarning sun'iy intellektga asoslangan avatarlari orqali matematika, tibbiyot, astronomiya va falsafaning rivoji namoyon etiladi. Islomning zuhur topishi 7-asrda sodir bo'lgan bo'lsa, bu yerga kirib kelishi 8-asr boshlaridan boshlanadi va ana shu voqea yurtimiz va xalqimiz tarixida tub burilish yasadi. Ana shuni odamlar to'g'ri bir haligi tushunishi uchun islomning vatani paydo bo'lish joyi, zuhur topish joyi bu Arabiston yarim oroli, ya'ni aniqroq qilib aytganda Ka'ba joylashgan Makkatul Mukarrama. Bu joyda ana shuni ramziy ifodalash uchun Ka'batullohning eshigi va Ka'batullohni eshigini ustiga yopilgan yopinchiq kisva Ka'ba po'shni o'sha bir katta bo'lagi joylashtirilgan. Bundan mana shu islomning paydo bo'lishi, zuhur topilishi degan tushuncha paydo bo'ladi va asosiy platforma 6 ta mana konussimon qurilmadan iborat. Ularda islomning paydo bo'lishi, tarqalishi natijasida bu yerda sodir bo'lgan o'zgarishlar ifodalangan. Islomning boshlang'ich davrida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Arabiston yarim oroliga tutash va yoki qisman Arabiston yarim orolida joylashgan qo'shni davlatlar, mamlakatlarni rahbarlarga
maxsus xatlar bilan murojaat qilganlar va xatlarning ma'nosi mana islom keldi, mana yagona Allohga ibodat qilish davri keldi, shuni qabul qilishinglarni, islomni qabul qilishinglarni so'rayman degan ma'noda. Va shu maktublarni ayrimlari internet tarmog'ida mavjud. Bizni xattotlarimizdan biri Habibulloh Solih shu maktublarni mana ikkinchi yoki boshqacha qilib aytganda egizak nusxalarini yaratganlar. Bu ilk islom davri bilan bog'liq Qur'oni Karimni juda go'zal xatda ko'chirilgan bezakli, unvonli variantlari joylashtirilgan. Va bu yerda xuddi shu kabi islomga kirib kelishi natijasida Movarounnahda, ya'ni tarixiy Movarounnah bugungi asosan O'zbekiston hududiga to'g'ri keladi. O'zbekiston hududida kechgan, amalga oshgan, sodir bo'lgan jarayonlar aks ettirilgan. Birinchi Renessans davrini eng muhim muassasalardan biri 11-asrning boshida juda qisqa muddat faoliyat ko'rsatgan, lekin shu bilan barobar, shunga qaramasdan ilm fan taraqqiyotga ulkan bir hissa qo'shgan Xorazm Ma'mun akademiyasi qismi deb ataladi. Mana Xorazm Ma'mun akademiyasi bunda uzluksiz ravishda bu showroom uzluksiz ravishda mana video filmlar, shu davrda yaratilgan ilmiy asarlar, diniy asarlar, ularni hayotga tatbiq qilish xususiyatlarini o'zida mujassam etgan. Ularni nafaqat bizni yurtimiz tarixida, balki umuman islom sivilizatsiyasidagi o'rni ko'rsatilgan video materiallar doimiy ravishda ko'rsatildi. Demak, bu yerga stollar qo'yilgan. Bu yerda mana stullar qo'yilgan, ziyoratchilar kelib o'tirib xohlagancha. Shu yer o'zida ma'lumot Bu yerni o'zida zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda video filmlar, roliklar shaklida ko'rsatishga qaror qilingan va ularni ko'rish uchun ziyoratchi kelib, kirib istaganicha 1 soat bo'ladimi, 2 soat, 3 soat bo'ladimi kelib ko'rib, masalan, asosiy platformada oxirigacha tushunmagan joylarni tushunib olishi mumkin. Keyingi sayohatimiz 2-Renessans zaliga bo'ladi. Bu zal Temuriylar davriga bag'ishlangan bo'lib, Samarqand va Hirotda shakllangan yuksak san'at va ilmiy taraqqiyot muhitini aks ettiradi. 2-Renessans zalimizda o'sha Amir Temur hukmdorlik davri va o'zbek xonliklari davri yoritib berilgan. Masalan, tepada ko'rishimiz mumkin. Bu yoqdagi vaqt devorimizda Amir Temur, ya'ni Temuriylar davrida qilingan qo'lyozmalarda miniatyura ishlarini ko'rishimiz mumkin. Barchasi o'sha 2-Renessans qo'lyozmalaridan olingan miniatyuralarimiz hisoblanadi. Ya'ni bu 2-Renessansda miniatyuralar bilan ishlashga ruxsat berilganligini ko'rsatib beradi. Undan keyin biz ayta olamizki, 2-Renessans 14-20 asrlarni o'z ichiga olganligi uchun ham Amir Temur asoschisi hisoblanadi 2-Renessansni. Bizda bu yoqda Amir Temurni faqatgina sarkarda sifatida emas, balki davlat arbobi, o'sha madaniy, ma'rifiy ko'plab loyihalarni homiysi sifatida ham ko'rsatib berganmiz. Ushbu ko'rib turgan shaxmatimiz bu 2-Renessans Temuriylar davriga tegishli bo'lgan shaxmatdan namuna hisoblanadi. Amir Temur har doim boshqa davlat elchilari, o'sha paytdagi elchilar kelganda doim shaxmatga taklif qilgan, ya'ni shu orqali ularni shaxmatdagi o'yinidan, kelajakdagi urushdagi o'sha strategiyalarni tafakkur qila bilgan. Shuning uchun ham bu yoqda aynan 2-Renessans shaxmatidan namuna ko'rishimiz mumkin. Bemalol tashrif buyuruvchilar o'tirib o'ynab ko'rishlari mumkin bo'ladi. Hozir biz Temuriylar davriga oid eng katta Qur'on kitobi nusxasi oldida turibmiz. Umar Aqto o'sha paytda Amir Temurga mana shu bir hovuchimiz razmerida keladigan Qur'on kitob sovg'a qiladilar. Lekin Amir Temur bu kitobni olib, sekin bir chetga qo'yib, bundan salgina jahllari chiqadi. Chunki bilamizki, Amir Temur umuman Temuriylarni islom diniga bo'lgan muhabbati, hurmati juda yuqoriligi uchun shunaqangi bir katta muqaddas kitobni shunaqa kichik razmerga solindimi degan ma'noda xafachilik bo'ladi bundan. Va Umar Aqtoga o'sha paytda 2 Qur'on aravada razmeri to'g'ri keladigan Qur'on yozish vazifasi beriladi. Va aynan mana shu ko'rinishda Umar Aqto yozuv uslubida yozilgan Qur'on kitobimiz tayyorlanadi 2 yil mobaynida.
Demak, afsuski o'sha kitob talon-taroj va boshqa sabablar tufayli davlatlarga bo'lib ketilgan, lekin bizda hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan tiklangan 100% mulyajimiz ko'rishimiz mumkin. Bu aynan o'sha paytdagi 14-15 asrlarda Umar Aqto yozuv uslubida yozilgan Qur'on kitobini mulyaji hisoblanadi. Tushunarli. Va buni oldida turgan parchamiz esa aynan originalidan bir qism hisoblanib, bu Buyuk Britaniyadagi o'sha auksion uylaridan sotib olib kelingan ekspozitsiya uchun. Demak, bu qismimiz original va bu xuddi o'sha kitobni tiklangan varianti. Hozir biz endi o'sha ikkinchi Renessans, ya'ni Temuriylar davrini Mirzo Ulug'bek zaliga keldik. Bilamizki, Mirzo Ulug'bek Amir Temurning nabirasi Shohruh Mirzoning o'g'li hisoblangan. Demak, biz kirganimizda bu yoqda Mirzo Ulug'bek rasadxonasini tiklangan variantini ko'rishimiz mumkin. Demak, bu Samarqandda o'sha 15-asrda barpo etilgan. Mirzo Ulug'bek tomonidan aynan o'sha osmon jismlari, yulduzlarni 1000 dan ortiq yulduzlarni ham aniqlanishi aynan mana shu joy bilan bog'liq. Afsuski hozirgi kunda bizda buni faqat kirish qismi va ichki qismidan ozgina parcha qolgan, lekin umumiy qismi mana shunaqa ko'rinishda bo'lgan. Tepamizda endi matematik hisoblarni ko'rishimiz mumkin. Bular hammasi Mirzo Ulug'bekning yer aylanishi, o'sha yulduzlarning joylashuvi bilan bog'liq bo'lgan koordinatsiyalari hisoblanadi. Mirzo Ulug'bekni hozirgi kundagi olimlar 0.17 sekundga adashgan deb aytishadi, lekin ko'rishimiz mumkin, shuncha yillik olingan natija, demak, bugungi kundagi bilan 1 sekundga ham yetmasdan farq qilmaydi-da. Endi shunchalik katta ish qilingan o'sha paytda Mirzo Ulug'bek tomonidan. Bizda bu yoqda asterlob, kvadrant va boshqa shunga o'xshash instrumentlarimizni ko'rishimiz mumkin. Bular hammasi o'sha astronomik hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun foydalanilgan hisoblanadi. Markazdagi ekspozitsiyalar orqali tarixni o'rganishingiz mumkin va ular bilan qo'shimcha mana bunday ekranlar orqali allomalar bilan bevosita suhbatga kirishishingiz, 4 tilda gaplashishingiz va istagan savollaringizni berishingiz ham mumkin ekan. Assalomu alaykum Hazrat Zahiriddin Muhammad Bobur. Va alaykum assalom. Ey inson, en Bobur Farg'ona hukmdori va Hindiston yerlarida podshohlik qilgan. Sizning salomingizni qabul qildim. Har doim 14 ta kanizak ko'tarib yurgan malikaning libosi qanday bo'lgani sizga qiziqmi? Bu Amir Temurning eng suyukli rafiqasi Bibixonimga tegishli libos hisoblanadi. Ushbu libosga tikilgan har bir tosh, ya'ni hamma qismida joylashgan toshlar eng qimmatbaho toshlar hisoblanadi. Shuning hisobiga ham ko'ylak juda og'ir va 14 ta kanizak ko'tarib yurishiga to'g'ri kelgan. Endi bir tasavvur qilib ko'ring. Yozning issiq kunlarida mana shunday og'ir ko'ylakni kiygan bo'larmidingiz? Albatta, buni izohlarda yozib qoldiring. Ushbu original Qo'qon xoni qilichini barcha qismlari qimmatbaho toshlar va tilladan tashkil topgan. Shuning uchun ham ko'rishimiz mumkin, juda ham mahobatli tarzda ishlab chiqilgan. Bu qilichimiz 19-asrga tegishli hisoblanadi, ko'rishimiz mumkin. Juda ham katta, juda ham qimmatbaho, aynan Qo'qon xoni tomonidan foydalanilgan. Renessans zallarida siz tarixni ekspozitsiyalar, interaktiv vositalar bilan bir qatorda immersiv show orqali ham o'rganishingiz, ichiga kirishingiz, ichki muhitni his qilishingiz va yashashingiz mumkin ekan. Ko'kka boqsang Bibixonim, surati ko'z oldida, yerga boqsang Saylik, turbati ko'z oldida, kunga boqsang Boburiylik, shiddati ko'z oldida, oyga boqsang yuzlarida, orzu umidlarda qidir. Hozir biz Yangi O'zbekiston, Yangi Renessans poydevori bo'limidamiz. Yangi O'zbekiston, Yangi Renessans zali tarixni bugungi kun bilan bog'laydi. Unda Yangi O'zbekiston sifatida e'tirof etilayotgan zamonaviy O'zbekistonning islohotlari, innovatsiyalari va strategik qarashlari namoyish etiladi. Yangi O'zbekiston, Yangi Renessans poydevori bo'limini shu Konstitutsiya burchagidamiz. Ya'ni Konstitutsiya burchagida davlatimiz ramzi hisoblangan Humo qushini ko'rishimiz mumkin. Buni oldida mana O'zbekiston Respublikasi xaritasini ko'rishimiz mumkin. Endi bu oddiygina xarita emas, buni ko'p funksiyalari bor. Buni hozir borganda ko'rsataman.
va buni oldida bizda Avesta kitobi bor. Bilamizki, konstitutsiyachilik Avestodan boshlangan. Sizlar islomdan avvalgi davr zalimizda Avestoni ko'rdinglar. Endi bu yoqda Avesta kitobini aynan konstitutsiya haqidagi qismini ko'rishimiz mumkin. Demak, qadimgi davrda ham odamlar o'sha guruh bo'lib yashaganda o'zlarini qonun qoidalari bilan tinch yashashganligini ushbu kitoblardagi konstitutsiya qismidan ko'rishimiz mumkin. Bu yoqda endi O'zbekiston Respublikasi xaritasini ko'rdik. Bu oddiygina xarita emas, balki viloyatlar kesimida statistikalarni ko'rsatuvchi doska hisoblanadi. Ya'ni 2019-yilda yurtimizda xalq qabulxonalari o'z ishini boshladi. Bu orqali biz xalq qabulxonalariga qaysi viloyatdan qancha ariza kelib tushgan, murojaat kelib tushgan va ularni qanchasi bartaraf etilganligini bemalol ochib ko'rishimiz mumkin. Bu yoqda ham 4 ta tilda ishlaydi. Masalan, o'zbek tilini tanlab, qaysi viloyatga qiziqadigan bo'lsak, Toshkent viloyati masalan. Toshkent viloyatiga qiziqadigan bo'lsak, Toshkent viloyatini tanlash orqali biz 2019-2024-yillar oralig'ida xalq qabulxonalariga kelib tushgan arizalar, murojaatlar soni va qanchasi qoniqtirganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yoqda yangi O'zbekistonning muhim jihatlaridan biri bu davlat, jamiyat va inson tushunchasi, ya'ni bog'liqlik o'rtasidagi. Bu shunaqangi installyatsiya, bu installyatsiyamizdagi har bir qism alohida individual programma asosida harakatlanadi va bu umumiy ko'rinishni beradi. Masalan, hozir ko'rib turgan qismimiz jamiyat, ya'ni jamiyat, mana bu davlat tushunchasi va ba'zida mana oyna chiqyapti-ku. Ko'zgu, u demak o'zimizni aksimiz, ya'ni inson tushunchasi. Mana inson, jamiyat va davlat o'rtasidagi bog'liqlik bu demak yangi O'zbekistonning muhim omil hisoblanadi. Shuning uchun ham bizda ushbu installyatsiya aynan konstitutsiya qismida joy olgan. Bu ramziy hayot daraxti, shundaymi? Albatta, bu yoqda ko'rib turganimiz bu hayot daraxti installyatsiyasi hisoblanadi. Ya'ni bu yoqda yangi O'zbekiston bu o'tmish, hozirgi kun va kelajakni bog'lovchi bir ko'prik vazifasini bajaryapti. Aynan shuning uchun ham bu yoqdagi hayot daraxtimiz, ya'ni o'tmish, bu daraxtning tomir qismlari, asosiy qismi bu hozirgi kunimiz va kelajagimiz bu daraxtning o'sayotgan shoxlari hisobida ramziy ma'noda shunaqa installyatsiya qilib qo'yilgan yangi O'zbekiston zalimizda. Qiziqarlisi shundaki, har bir qism bittalab terib chiqilgan va aynan mana shu holga keltirilgan. Bu qismda O'zbekistondagi cholg'u asboblari joylashtirilgan. Eng qiziq tomoni shundaki, siz ushbu instrumentlardan birini o'zingiz tanlashingiz va bu qurilmalar orqali eshitishingiz va his qilishingiz mumkin ekan. Bu maskanni bir reportaj orqali to'liq ko'rsatish qiyin, chunki bu yerda shunchaki tarix emas, 1000 yillik ilmiy tafakkur va ma'naviy meros mujassam. O'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazi, o'tmish, bugun va kelajakni birlashtirgan noyob makon. Bu yerga bir marta kelish tarixni ko'rish emas, uni his qilish demak.